opamiz ketdilar. Qancha bo'lgan oyog'ingiz bu og'riq chiqib ketganiga? 1 oy bo'lgan. 1 oy bo'lgan. Terlarga bordingiz. Kosonga bordim. Mhm. O'zimiz bitta tabib bo'ya bordi. Mhm. Yaxshi bo'lmadi. Mana shu qizsiz oilasiga keldik. Oyoqlar qimlating bemalol. Yaxshi hozir oyoqlar. Yaxshimiz, zo'rmi? Ha, yaxshi. Kuzda emassan. Sog' bo'linglar. Mana hozir biz ko'rdik, mana buradan 3 ta barmoq chiqqan. Keyin oyoq tagidan chiqmaydi deganimiz. Mana oyoq tagidan 4 ta barmoq chiqib ketgan. Oyoq betidan chiqmagan 4 ta barmoq chiqib ketgan. Keyin bu oyoqlari ham chiqqan ekan. Bu oyoq qancha bo'lgan mana burada? Ha, bu 1 oydan oshib ketdi, 1,5 oy bo'ldi. Men Kosonga bordim. Mana o'sha tagidan oshib chiqib qo'ygan. Yaxshi, buni og'riq chiqib ketdi. Nasib bo'lsa hozir bosdik endi. Bosib ko'rdik, shu nimalar ham bor. Nasib bo'lsa agar mana hozir biz ko'rdik. Bu 2 kun, 3 kun qaraysiz. Agar mabodo qanaqadir og'riq bo'lsa, telefonlashib kelasiz. Agar mabodo og'riq bo'lmasa kelmaysiz umuman. Mana bog'langanda hech bo'lmasa 10 kun ustiga oddiy aroqni, spirt emas, aroqni qizitib, mana shu og'rigan joylar bilan tay bilan sutib turasiz, 100 gram aroq. Spirt bo'lmasin, aroq faqat. Surtasiz, shu bilan yaxshi bo'ladi nasib bo'lsa. Rahmat. Sog' bo'ling.